Fehil urushi. Fehil nihoyat tez suratda fatih qilindi. Abu Ubayda u yerga Shurahbil ibn Hasana qo'mondonligida bir qo'shin avatgan edi. Bizans qo'shinining 80 ming atrofida lashkari bor edi. Aslida Bizanslar bu yerdagi suvlarni qamal qilib, islom qo'shinining sharoitini qiyinlashtirish uchun bir yurish tadbirlarini yo'lga qo'ygan edi. Ammo musulmonlar Allohning yordami bilan bu qiyin sharoitga qaramay, nihoyat tez suratda hujum qo'zg'ab, ustunlikni qo'lga keltirdi va Shamdan burun Fehil bilan Baysonni fatih qilib bo'ldi. Damashqning fatih qilinishi. Fehil fatih qilingandan keyin Abu Ubayda Shamning fatih qilinishini osonlashtirish uchun Abul Anvar as-Salamini bir bo'liq qo'shinga qo'mondon qilib, Tabaryani fatih qilishga avatdi. Undan boshqa bu qo'shinni o'zlari bilan bo'lgan ittifoq ahdini buzib, janubdagi Bizans qo'shinining o'zlariga yordam qilishni umid qilgan Sham xalqiga avatilib qilishi mumkin bo'lgan qo'shinning oldini to'sish uchunmi avatgan edi. Yemis xalqimi shunday qilgan edi. Ya'ni ahdini buzgan edi. Ko'rib olishga bo'ludiki, musulmonlar Suriya tuprog'ida nihoyat tez ilgirlayotdi. Buning sababi shahardagi boshqa yerlarda nopusning ozligi. Bu yerlarda qabila hayotining hokim o'rinda ekanligi, qo'shinning tez ilgirlash iqtidoriga ega ekanligidan iborat edi. Shundoq deb aytishga bo'ludiki, qabilalar ko'chman hayotda yashag'achqa, qo'shinning o'zlariga hujum qilib qolish qo'rqinchi ularning har qanday vaqtda ittifoqlashishni qabul qilishiga sababchi bo'ladi. Suriyaning ichki qismlariga qaraganda dengiz sohillariga yaqin yerlarning Quddus shahrini o'z ichiga olgan dengiz sohiliga yaqin yerlarning tuproqlari munbat bo'lg'achqa nopusimi ko'p edi. Uningdan sirt Quddus muqaddas makon bo'lganligi uchun boshqa yerlarga qaraganda texmi bak mustahkam qo'diladi. Suriya dengiz sohilining shimoliy qismi tog'liq va tik qiyoliq bo'lib, yurish qilishga nihoyat beab yer edi. Bu yerning xalqimi xuddi o'zlari yashaydigan zamonga o'xshash qo'pol va tarso keladi. Islom fatihlari elib berilgan vaqtda bu zamonlarda jurjumlar va martlar yashaydi. Bizanslar bilan quyuq munosabati bo'lgan bu xalq bu zamonning eng ko'ni yerli xalqi bo'lib, tambal bo'yliq amaliqlarning avlodlari edi. Bosh qo'mondon Abu Ubayda o'z qo'mondonligidagi qo'shinni boshlab Shamga yurish qildi. Xolid ibn Validni qo'shinning o'ttir qismining qo'mondoni qilib tayinladi. O'zi so'l qanotning, Amr ibn As o'ng qanotning qo'mondoni edi. Ayyad ibn G'anam otliq qo'shinga, Shurahbil ibn Hasana bo'lsa piyoda qo'shinga bosh edi. Bu arada Abu Ubayda qo'l ostidagi qo'mondonlardan Zilqalani bir tuman askarga bosh qilib, Damashq bilan Himis shaharlari orasiga avatdi. Bu bir tuman askar Bizanslarning Shamga shimoldan avatadigan yordamchi qo'shinning oldini to'saydi. Uningdan boshqa Abu Darda boshchiligidagi bir tuman askarni Damashqqa yaqin yerdagi Barza degan joyga avatib, vaqti kelganda shaharni qo'rshovga olgan islom qo'shiniga orqa tarafdan yordam qilishga qo'yib qo'ydi. Abu Ubayda Damashqning fatihini osonlashtirish uchun shaharning barliq darvozalarining ahvolini bilib kelish, ma'lumot egallash maqsadida qo'shindan 3 nafar askarni tanlab shaharga avatdi. Bulardan biri shundaqla bu uchining boshlig'i bo'lgan Abu Umama al-Bahili bo'lib, u o'zlarining bu vazifani qanday o'rinlaganligi haqida mundaq deydi. Yo'lga chiqib, xeyli mang'andan keyin yenimdagi biriga aplik bir yerni tepib, bo'ktirmada yetishni buyurdim. Yana bir oz mang'andan keyin yana birini bo'ktirmaga qo'yib, o'zim yolg'iz shahar darvozasiga yetib keldim. Kecha bo'lg'achqa darvozalarning hammasi taqoqliq edi. Etimdan tushib, nayzamni yerga sanjidim. Ondan otning yukini chiqarib, yem xaltasini beshiga esib qo'ydim va o'zim bir tarafda yonboshlab yotdim. Tong otganda tahorat ilib, bomdod namozini o'qidim. Dal shu vaqtda darvoza g'echirlab ochildi. O'qdak etilib berib, darvozadan ichiga kirdimda nayzam bilan navbatchini o'ltirdim. Ondan etimga minib, u yerdan tez suratda yiroqlashdim. Ammo dushman charlig'uvchilari peshimdan qo'g'lab keldi. Birinchi bo'ktirma kelganda, bo'ktirmadagi askar turg'an yerdan etilib chiqibdi. Dushmanlar bu yerda cho'ng bir qo'shinning bo'ktirmada bo'lib qolishidan qo'rqib, darhol kayniga qaytdi. Ondan men u askar bilan billa g'uluqmay, tinimay yo'limizga tushdik va yana bir askarni elib qarorgohga qaytdik.
Abu Ubaydaga bo'lgan ishlarni aytib berdi. U Shamning fathisi uchun yana bir mazgil xalifaning ta'limotini kutdi. Ko'p o'tmay xalifadan shaharga yurish qilish to'g'riliq amr keldi. Abu Ubayda Bashir ibn Ka'bni bir to'p otliq qo'shinga bosh qilib, Yarmuqqa joylashtirib, o'zi qo'shinni boshlab Shamni qo'rshamga oldi. Musulmonlar dushmanlarga qaraganda necha hassa oz bo'lsa-mu, elib borgan har bir urushda dillaridagi kuchli iymon soyasida dushmanlarni yer bilan yakson qildi. Ulug' sahoba Abu Umama mu ana shu kuchli iymoni bilan o'zi yolg'iz Sham darvozasiga yetib bordi. Dushmanning ishining oldiga kelib, kechini hech qanday xavf sirmagan, o'liqmagan holda yonboshlab yetib o'tkazdi. Atigan saharda o'rnidan turib, tahoratini oldi va namozini o'qidi. Ondan dushman navbatchisini bir urush bilan yerga yiqitib, qarorgohga bu vazifani muvaffaqiyatli o'rindashning xushnudligida qaytdi. Ana shu musulmonlarning tavranmas iymoni, g'ayrat shijoati va jasorat fidokorlik soyasida Rumliqlarning yuraklari jig'ildab, xalqi vahima ichida lag'loq titrab, askarlarning boshlari sangilab, ruhi tushib ketgan edi. Chunki ular musulmonlarning o'z tuproqlariga besib kelayotganligini his qilishdi. Ular yolg'iz bir musulmonmi o'zlari uchun hujum va talofat deb biladi. Ular musulmonlarni mundaq deb biladi. Musulmonlar dushmaniga hujum qilib, eg'ir zarba beradi. Ondan xuddi hech ish bo'lmagandek bexaramon qaytib ketdi. Islom qo'shini Shamga yurish qilib, oldi bilan shaharga yaqin yerdagi Al-G'uta deb atalgan bog'i bo'stonliq ekinzorlikqa kirdi. Buningdan maqsad oldi bilan Shamning oziq-tulik ta'minlaydigan yerini egallash orqali ularning texmi uzun qarshilik bildirishining oldini olish edi. Qo'shin shaharga sharq tarafdan yaqinlashib, shaharni oldin belgilangan plan va o'rinlashtirish bo'yicha qo'rshovga oldi. O'ttir qismiga qo'mondonlik qilayotgan Xolid ibn Valid shaharning sharqiy darvozasidan Qaysan darvozasigacha bo'lgan sepil atrofini qo'rshovga ilib, u yerdan shaharning janubigacha qo'shinlarni o'rinlashtirdi. Yazid ibn Abu Sufyan kichik darvozadan Qaysan darvozasigacha bo'lgan orliqni o'lchab otdi. Abu Ubayda bo'lsa g'arb tarafdan Jabiya darvozasigacha berib, u yerdan kichik darvozagacha bo'lgan orliqni qo'rshovga oldi. Qo'shinning so'l qanoti shaharning shimol tarafidan aylanib qo'rshovga oldi. Amir ibn As qo'mondonligidagi qo'shinni boshlab Tomas darvozasiga yetib keldi. Shurahbil ibn Hasana Babul Faradis va Babus Salom darvozalarini kontrol ostiga oldi. Sham mana shu shaklda bir qancha oygacha qo'rshovga ilindi. Heraklios shaharni qutuldirish uchun qo'shinning xalqqa yetib berishdan umidini uzgan edi. Uning ustiga qish mavsumi yetib kelgachga havo bara-bara sovishga boshlagan edi. Bundaq sharoitda tavakkul qilib urushga kirish bakmo xatarlik edi. Dal shu kunlarda shahar patriarxining bir o'g'li tug'ildi. Bu vaqtning tug'ilganligiga bakmo suyungan patriarx bu munosabat bilan cho'ng ziyofat tayyorlab, askar va xalqdan nihoyat ko'p kishini taklif qildi. Mehmonlar u kechasi haddidan ziyoda ichib, o'yin tomosha qilg'achqa mast bo'lib, qattiq charchab ketdi. Shaharni qo'rshovga olgan qo'shinning muavin bosh qo'mondoni Xolid ibn Valid atisi musulmonlarning taktik urushlariga potayda turib qarshilik bildiradigan dushman sonining oz ham zaifligidan shubhalanib, xabarchilar orqali shahar ichida bo'lib o'tgan ishlardan xabar topdi. Xolid o'zimi kechalari asosiy jihatdan uxlamay xabarchilarga bosh bo'lib vazifa ijro qiladi va ular elib kelgan xabarlarga qarab ahvolni mulohiza qiladi. Sepilg'i yamishish sharoitining pishib yetilganligini tushungan Xolid qo'shinning Ka'ka ibn Amir va Ma'zur ibn Adiga o'xshash sarxil qo'mondonlarni yeniga chaqirib, askarlarga hujum signali berdi. Ularga sepil ustidan bizning ovozimizni anglab, darhol harakatga o'tib, sepilg'i yamishinglar deb amr berdi. Ondan o'zining yordamchi qo'shini bilan birlikda havo qachilangan tulumlarni bo'yinlarga esib, sepilning sirtidagi suv to'ldirilgan xandaklarni o'zib o'tishga boshladi. Damashq shaharining shimol tarafidan boshqa hamma tarafiga sepil temining cho'risini aylantirib, xandak qo'linib, suv bilan to'ldirilgan edi. Shaharning shimoli tarafidan Baroda daryosi iqib o'tkashga, bu daryo tabiiy shaklda boshqa tarafdagi xandaklarning rolini o'ynaydi. Chunki shaharning bu tarafidagi sepillar daryo qirg'iqiga parallel qilib selingan bo'lib, boshqa tarafdagi sepillarga qaraganda
egri-bugri edi. Nihoyat Xolid yordamchilar bilan birlikda sepil tuviga yaqinlashib, sho'tlarni sepil pashtoqlarga yo'lab yuqoriga yamashdi. Dushmanlarni aloqazodi qilish uchun po'taga chiqibla yuqori ovozda takbir aytishga boshladi. Ondan darhol sepilning ichiga sakrab tushib, darvoza oldidagi navbatchilarni o'ltirdi va darvozani ochib etdi. Bu qanotdagi qo'shin shaharga xuddi kelkundak eqib kirishga boshladi. Xolid oldiga chiqqan dushman askarlarini qilichi bilan chepib yurib, qo'mondonligidagi qo'shin bilan shahar markaziga qarab ilgirladi. Shahar cho'nglari qo'rqib, qilishdan qutulish uchun bir tarafdan boshqa darvozalarga qarab qochishga boshlasa, yana bir tarafdan o'zlarining taslim bo'lganligini va shaharning musulmonlar tarafidan butunlay ishg'ol qilinganligini ochiqcha e'lon qilishdi va musulmonlarning Qur'onni tashlab, tinchlik ahdnomasi tuzishini talab qilishdi. Shu chaqda islom qo'shinining boshqa qo'mondonlari o'z qo'shinlarini boshlab, shaharning boshqa darvozalaridan qurol ishlatmagan holda kirib keldi. Ammo Xolid xalqning boshqa darvozalardan o'zlari uchun panohlik tilab qilganligidan xabarsiz qo'lidan texi qurolini tashlamagan edi. Uningga bizdan tinchlik talab qildi. Shahar darvozalarini ochib, bizga taslim bo'ldi. Bu qilmishing to'g'ri emas deb ogohlantirish berildi. Ammo u "Men shaharga qo'shinim bilan majburiy besib kirdim" deb turib oldi va qilichi bilan davomli odam chepiverdi. Eng oxiri bosh qo'mondon Abu Ubayda uning bu ishini to'xtatishni qattiq ogohlantirdi. Qo'mondonlar hozirgi Al-Manahiliya deb ataladigan qalaychilar bozoriga yaqin yerda uchrashdi. Shuning bilan shahar butunlay ishg'ol qilindi. U kuni hijratning 14-yilning Rajab oyi bo'lib, Yarmuk jangidan dal 1 yil o'tgan edi. Shahar muhosirasi bir necha oy davomlashdi. Damashqning fathidan keyin Hazrat Umar qo'mondon Abu Ubaydaga xabar yo'llab, ayni vaqtda Iroqdan keltirilgan qo'shinni Xolid ibn Valid bilan qayta Iroqqa avatishni buyurdi. Bu qo'shinlar Iron tarafda jihad qilayotgan islom qo'shiniga yordamchi bo'ladi. Xalifa bu qo'shinning Hashim ibn Utba ibn Abu Waqqas qo'mondonligida harakatlanishi haqida ta'limot berdi. Undan boshqa Abu Ubayda Yazid ibn Abu Sufyanni Damashqqa, Shurahbil ibn Hasanani Yordaniyaga, Amr ibn Asni Falastinga, ya'ni bu qo'mondonlarni burun avatilgan yerlarga qayta vali qilib tayinladi. Damashq valisi Yazid ibn Abu Sufyan ayni vaqtda Payg'ambar alayhisalom tarafidan elchilik tayinlangan Dahiya ibn Xalifani Tadmur xalqiga, Abu Zahra al-Qushayrini Havronga avatib, bu ikki shahar xalqini tinchlik ahdnomasi tuzishga chaqiriq qildi. Islom qo'shini Damashqni fath qilishga manganda Havronning g'arbidagi Marjus Safar degan yerdan o'tadigan yo'ldan mangan bo'lsa-mu, Havronga yo'liqib o'tmagachga Havron xalqi bilan texi tinchlik ahdnomasi tuzilmagan edi. Baqaa vaqasi. Undan sirt Abu Ubayda Xolid ibn Valid boshchiligidagi bir bo'lik qo'shinni Baqaaga avatgan edi. Xolid bu yerga yetib kelganda hozirgi Zahrul Baydar degan yerda Sinan ismli qo'mondonning boshchiligidagi bir bo'lik Bizans qo'shini musulmonlarga shiddatli hujum qildi. Bu vaqa yuz bergan Maysun buluqi degan yerda bir munchilgan musulmon askarlar shahid bo'ldi. Shu kundan e'tiboran u yer shahidlar buluqi deb atalishga boshladi. Bu vaqadan keyin Xolid yo'lini davomlashtirib, Baqaaning shimolidagi Ba'albaq degan yerga yetib bordi va u yerning xalqi bilan tinchlik ahdnomasi tuzish orqali ularni islom tuprog'iga qatdi. Marjurrum urushi va Himisning fathisi. Abu Ubayda shaxsan o'zi bir bo'lik qo'shinga qo'mondonlik qilib, shimolga qarab safarga chiqdi va Zittalla degan yerga yetib keldi. Bu yer hozirgi Al-Kadifaga yaqin Saniyatul Uqabning oxirgi nuqtasi edi. Dal shu yerda Abu Ubaydaga Bizans imperatori Herakliusning musulmonlarning ustiga patriarx Teodor qo'mondonligida qo'shin avatganligi haqida xabar yetib keldi. Bizans qo'shini Damashqni qutuldirish xiyolida Marjurrumga, ya'ni hozirgi Livanda Saburra rayoni deb ataladigan yerga qarab kelyotdi. Abu Ubayda qo'shinni boshlab Teodor qo'mondonligidagi qo'shinga qarshi yurish qildi. Xolid bo'lsa Bizans qo'shinini orqa tarafdan qurshidi va urush boshlandi. Rum lashkarlaridan
andi sanda qechib qutulganlardan boshqa hech kim saq qolmadi. Teodorni Xolid o'ldirdi. Abu Ubayda undan boshqa Shinas ismli bir patriarx bilan to'qinishdi va uni o'ldirdi. Uning lashkarlari Himsga qarab qochdi. Abu Ubayda ularni qo'g'lab ketdi. Xolid Teodorni o'ldirgandan keyin Abu Ubaydaning keynidan Himsga qarab yo'lga chiqdi. Himsga yetib borgandan keyin ikkisi birlashib shaharni qo'rshovga oldi. Qorshov uzungacha davom qildi. Qish mavsumi keldi va havo qattiq sovuq bo'lib ketdi. Shundaqdimi musulmonlar sabrchanlik ko'rsatib, qattiq bardoshlik berdi. Qish sovuqi sal bo'shab qolgandan keyin musulmonlar muhosirni texmo chingitdi. Shahar aholisi bardoshlik berolmay, yurt cho'nglarini musulmonlarga taslim bo'lishga majburladi. Shuning bilan Damashq ahdinomasiga o'xshash bir ahdinoma tuzildi. Zamin bojga bog'landi. Iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'lganlarmi jizya to'laydigan bo'ldi. Abu Ubayda qo'lga keltirgan bu zafarlarning xush xabarini xalifaga yetkazish va yig'ib olingan g'animatlarning 5dan birini davlat xazinasiga yo'llash maqsadida Abdullah ibn Mas'udni Madinaga avatdi. Shuning bilan bir vaqtda Abu Ubayda Hazrat Umarning Heraklios masalasi haqidagi fikr va ta'limotlarini kutib Xalifadan uningga bo'libmi Abu Ubaydaning Himsda turishi haqida buyruq keldi. Qinnasrining fatisi. Bosh qo'mondan Abu Ubayda Himsning fatisidan keyin Xolid ibn Validni bir bo'lik askarga qo'mondonlik qilib Qinnasrga avatdi. Qinnasr Suriyaning shimolidagi bir shahar bo'lib, Malih sozligiga qo'yiladigan Quvayiq daryosining qirg'og'iga joylashgan. Xarobillari hozirmi bor. Xolid shaharni qurshab, ular bilan urushdi va talofatga uchradi. Bu munosabat bilan Abu Ubaydadan kechirim so'rashga majbur bo'ldi. Keyincha qat'iy bo'shashmay urush qilib, shaharni elishga muvaffaq bo'ldi. Bu hijratning 15-yili edi. Suriyaning ikki qismidagi bu ilgirlash dengiz sohildagi yerlarda bundan burun aytib o'tgan sabablar tufaylidan ko'rilmay yotdi. Shu sabab bilan Falastin amiri Amir ibn Az musulmonlarning sohil qismlarda ichki qismlardagi ilgirlashlarga parallel shaklda ilgirlashini ko'zda tutib, janubga qarab shiddat bilan yurish qildi. Bu ahvolda bosh qo'mondonlik markazimi ichki qismidan sohilga qarab ilgirlab, bu rayonni bir-biridan ayirib, parcha-parcha holga keltirish orqali bu yerlarning fatisini osonlashtirishi va janubdan yo'lga chiqqan islom qo'shunining oldiga chiqadigan to'salg'ularni yo'qotib, vaziyatni yaxshi tarafga burishi lozim edi. Shunda qilganda Bizanislarning jahillik bilan qarshilik ko'rsatayotgan lashkarlarining ruhiy tushkunlashib, bu yerda mavjud bo'lib tura oladiganligiga bo'lgan umidlari butunlay yo'q chiqqan bo'ladi. Mana bu ichki qismlardan sahil taraflarga qarab yurish qiladigan qo'shinning nishon va maqsadi edi. Shunga xalifa Hazrat Umar Muaviya ibn Abu Sufyan qo'mondonligidagi qo'shinni Suriyaning shimolidagi Qaysariyaga qarab harakatlanishga buyurdi. Uningga u yerni ishg'ol qilgandan keyin shu yerda qilib amirlik qilishni topildi. Hazrat Umarning Muaviyaga avatgan maktubida mundaq deb yozilgan edi: "Seni Qaysariyaga amir qilib tayinladim. Bu shaharga darhol yurish qil va u yerni fath qilish uchun Allohdan yordam va zafar tiligin. Yurish qilgan vaqtingda munu duoni pat-pat o'qib turgin. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim." Muaviya xalifaning amrini topshirilgandan keyin Qaysariyaga qarab yurish qildi va shaharni muhosiraga oldi. Taslim bo'lishni qabul qilmagan dushman qo'shini bilan bir necha qatim to'qinishdi. Eng oxiri dushman qo'shinidan 80 ming odamni o'ldirib, ondan mutlaq ustunlikka erishdi va Qaysariyani fath qildi. Bu voqeadan keyin Bizans qo'shini musulmonlarga qarshi tura oladigan eng oxirgi umidini yo'qotib qo'ygan bo'ldi. Qaysariyaning fathisidan keyin xalifa Amir ibn Asqa Ilya, ya'ni Quddus shaharini fath qilish vazifasini topshirdi.